hammasi yaxshi bo'lganda pozitiv fikrlab, lekin biron bir muammo chiqqanda negativga kirib qolish bu haqiqiy pozitiv fikrlash yoki yaxshi gumonda bo'lish deyilmaydi. Biz ko'p gapiramiz, yaxshi gumonda bo'lish kerak, yaxshi gumonda bo'lish kerak deymiz, lekin ishimiz bankrot bo'lganda, qarzga kirganda, kasal bo'lgan paytimizda Xudo asrasin, bu kasalni davosi hali topilmagan deganda, munosabatlarimiz oxiriga taqalib turgan paytda yaxshi fikrlash, pozitiv fikrlash qiyin juda ham. Aslida yaxshi gumonda bo'lish kerak degan mavzuni sinovligi ham shunda. Ya'ni vaziyat oxiriga taqalganda haqiqatda yaxshi gumon qilib, hammasi yaxshi bo'lishiga ishonish qiyin. Shuning uchun bizga bu yaxshi gumonda bo'lish haqida ko'rsatma berilgan. Agarki siz mana shu ishlaringiz, muammolaringiz boshingizga tushib turgan paytda ham o'zingizni haqiqiy pozitiv fikrlashingizni, kelajakka bo'lgan yaxshi ishonchingizni, agar rus tilida aytadigan bo'lsak, nastroyingizni saqlab qolgan bo'lsak, birinchidan avvalo Xudo albatta o'sha muammodan chiqib ketasiz va ikkinchidan o'sha sizni pozitiv fikrlashingiz o'sha vaqtda ham sizni energiyangizni, harakatingizni saqlab qoladi.